Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Eldor Abduhamidov. Intensiv, Deep Learning Mash kursimizni davom ettiramiz. Umid qilaman sizlarga hamma narsa tushunarli bo'lyapti. Avval aytganimdek, bemalol savol bering sizlarga biror narsa tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa. Xo'sh, shu vaqtgacha vektorlar bilan ishlashni ko'rayotgandik. Bu safar esa matrisalar bilan ishlashda ko'rib chiqamiz. Ya'ni matrisa bilan nima uchun ishlatiladi va a masalan, Deep Learningda qay maqsadda undan foydalanishayotganini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz unchalik murakkab emas, sodda va tezkor bo'ladi. Man sizlarga Google Colab cheat sheet yasab qo'ydim, ko'rish uchun. Asosan matrisalarda biz anaqa qilamizda, fazoda, masalan, ikki o'lcham bo'ladi yoki katta o'lchamli fazo bo'ladimi, o'shanda koordinatalar o'zgartirishimiz uchun ishlatamiz. Ya'ni qandaydir ma'lumotlarni boshqa fazoga ko'chirishda, boshqa o'lchamga ko'chirishda, o'sha ko'chirishda ishlatamiz-a. Asosiy maqsadi shu. Matematik jihatdan qaraydigan bo'lsak, ma'lumotni shaklini yoki ko'rinishini ma'lum bir miqdorda o'zgartirish uchun ishlatiladi. Bir oddiy misol qilib aytaman. Masalan, qarang, rasmingiz bor-a, rasmni masalan oynada aksini qilib qo'yish mumkin yoki qandaydir rangini yorqinlashtirasiz, to'qlashtirasiz, o'sha narsa bo'ladi-yu, o'sha matrisadagi shu matrisalar ustida amalda bajariladi. Sababi rasmingizda o'zi matritsa. Ya'ni nechtadir necha pikselli piksellardan tashkil topgan rasmda, to'g'rimi? Nechtadir qator va nechtadir ustun bo'ladi. O'sha narsalar hammasi shu qandaydir matritsa ko'rinishidagi filtrlar bo'ladi. O'sha filtrlar bilan hisob-kitob asosida rasmingizni boshqacha ko'rinishga keltiradi. Masalan, yorqinroq yoki rasmingizni aylantiradimi yoki boshqacha ko'rinishga keltiradimi o'sha narsanga. Mana shu narsani bugun matrisa bilan ko'rib chiqamiz. Matrisa nimasi? Matrisa o'zi bu oldin ham aytgandim, jadval ko'rinishidagi sonlar to'plamida. Ya'ni masalan mana bu 2, ya'ni 2 qator va 2 ta ustun, 2 o'lchamli matrisa hisoblanadi. Buni vazifasi nima desangiz, bu vazifasi qarang. Birinchisi mana bu yer bunday birinchi qator deganda qanday o'lchamlarda bu, xuddi vektorga o'xshab. 2 joy x o'qi bo'lsa, nolimiz esa y o'qida, ya'ni 2 0. Pastdagisi esa ximiz 0 da, y'imiz esa 1. Ya'ni qator bo'yicha koordinata o'qi deb hisoblasangiz bo'ladi. Shunda bu matrisamiz shu x o'qi bo'yicha 2 marta kengayib turganini bildiradi. Va y esa o'zgarmas qoladi, chunki y da qiymatlarda mana ko'rganingizdek o'z holicha saqlab qolingan bir qo'yilib. Bu degani rasmingizda gorizontal ko'rinish borku, rasmingizni yonga qarab cho'zib qo'yadi. Xuddi nimanidir bunday cho'zishga o'shanga o'xshab cho'zadi. Mana shu uchun ishlatiladi. Xuddi anaqa buni bitta filtr deb tasavvur qiling. O'sha filtrda mana shu narsa qo'llaniladi-da. Qancha cho'zsangiz, shunda mana bu ikki soni kattalashganini bildiradi. Xo'sh, matrisani esa ko'paytma orqali koordinata o'zgarishiga esa bizda masalan matrisa bo'ladi-ku. Hozir qarang, mana bunda 2 ga 1 o'lchamli matrisamiz bor. O'shani ko'paytiradigan bo'lsak, qandaydir matrisaga, unda o'sha matrisamiz ustida transformatsiya bo'ladi, ya'ni o'zgarish bo'ladi. Misol uchun qilib ko'rsatgan bo'lsak, mana qarang, mana formulani ko'ryapsizmi? Y, W, X deyapmiz. Mana Ximiz qandaydir sonda anaqa vektor bo'lsin. Unda qarang, mana W'miz bu transformatsiya matrisasi hisoblanadi. Qandaydir matrisada mana bu ma'lumotimizni transformatsiya, ya'ni shaklini o'zgartirishimiz uchun ishlatiladi. Mana shunisi. Ximiz esa shu kiruvchi vektor, ya'ni yangi vektor. Xo'sh, natijamiz esa albatta yangi ko'rinishdagi o'zgargan holatda koordinata bo'ladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, mana bu bo'lsin. Mana shuni boshqa bitta vektorga ko'paytirganimizda bu o'zgartirib beradi. Oddiy misol qilib hozir ko'ramiz. Mana 0 - 1, 1 va 0. Mana buni qarang. Bunday tursin. 0 - 1 0 va 1. 1 va 0 1 va 0 ekan, uzr. 1 va 0. Endi qarang, mana shuni
Anaqaga ko'paytiramiz. Masalan, 2 ga bo'lsin, mana buni uzun bitta qavs deb tasavvur qilingizlar, mana 2 ga 3 bo'lsa, shunda bunda natija nima chiqishi mumkin deysiz? Buni oddiy, ya'ni tepadagi qator matrisa ko'paytirishni maktabda ham o'rgangan bo'lishlaringiz kerak menimcha. Mana bu bilan bu ko'paytiriladi, bu bilan bu ko'paytiriladi. Shunda 0 va -3 chiqadi. Mana bu -3 chiqdi. Ikkinchisi esa 0 1 bilan 0 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 1 2 ga 0 3 ga ko'paytiradida, shunda natija 2 chiqadi. Mana ko'ryapsizmi? Endi buni koordinata o'qida tasvirlaydigan bo'lsak qanday bo'ladi? Qarang, 2 ga 3 deganimiz 2 ga 3 da demak, menda hozir koordinata o'qi bo'yicha anaqa yo'q edi. 2 ga 3 o'qimizda qarang. Bu degani 2 x da va 3 da desak plyusda turibdi. Endi qarang, xuddi shuni nima qilyapti? -3 ga o'zgartirib yubordi. Ya'ni x da -3 ga va y-imiz ham 2 ga turibdi. Xuddi y o'qi bor-ku, y o'qini bitta tomonda bir nuqta, ikkinchi tomonda bir nuqta turibdi. Xuddi bunday qilib o'zgartirib burib qo'yganga o'xshaydi. 90 gradusga burilgan mana shu narsa. Ya'ni 90 gradusga burilish matrisasi hisoblanadi, ko'rgan. O'zlaringiz ishonmasangiz bunday chizib ko'ringizlar, koordinata o'qida qanday ishlaydi, ishlamasligini. Shunda bilib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa narsa bor. Endi qarang. Aytgandek, matritsa judayam qulay bo'lgan sonlar jadvalini tashkil topgan. Masalan, aytgandek, boya rasmlar ustida oddiy mana skelni cho'zish bor. Boyagi narsa, ya'ni 2 barobarga bunday cho'zasiz x o'qi bo'yicha rasmni yoki istalgan soningizda. Keyin rotation bor, ya'ni mana bu boyagi hozir ko'rdik 90 gradusga, ya'ni nimadir jadvalingiz bo'lsa, o'sha jadvalni 90 gradusga burib qo'yadi. Rasm bo'lsa, rasmingizni 90 gradusga burib qo'yadi. Xuddi shunaqa. Shear esa qiyshaytirish, ya'ni masalan cho'zilgan, xuddi ana varaqni yirtganga o'xshagan, bunday tortasizlar-ku, o'shanga o'xshagan cho'zilish bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir qiyshaytirish, ya'ni burchak ostida qiyshayadida. Hozir bir daqiqa kompyuterimni zaryadkaga qo'yib olishim kerak edi. Pauza qilib turaman. Qarang, shu qiyshaytirish dedim. Bular nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, qarang, siz sun'iy modeliga rasm tashlaysiz, u rasmni qanday o'rganadi deb o'ylaysiz? U rasmni bir necha etaplari bor. Ya'ni rasmni har xilcha mana shunaqa filtrli matrisa filtrlari bor o'zini ichida. O'sha filtrlar orqali rasmga tashlaydi. Masalan, rasmdagi chekkalari, chiziqlari, ranglari har xilcha filtrlar orqali o'shanaqa muhim bo'lgan ma'lumotlarni oladi. Ya'ni rasmda oddiy rasm ko'rinishida qilmaydi, analiz qilmaydi u. Ya'ni piksel qatlamda shu har xilcha matrisalarni ko'paytirib, mana shunaqa amallar bajarib, kerakli bo'lgan rasm haqida kerakli xususiyatlar, ya'ni shu rasmga oid bo'lgan noyob xususiyatlarni hammasini yig'ib oladida, o'shanga qarab keyin oxirida bashorat qilib beradi. Xuddi masalan, mushuk rasmini tashlasangiz, mushuk deb kategoriyani chiqib bashorat qilib beradigan oddiy nima edi, tasniflaydigan model bo'lsa, CNN modelimiz, o'shanda u rasmlarda o'sha kerakli xususiyatlarni yig'ib olib, ya'ni matrisa ko'paytirishlar, amallar bajarib, yig'ib olib, o'sha bo'yicha o'rgangan bo'ladi-da. Yangi rasm kiritsangiz ham xuddi shu amallar bajarib, kerakli xususiyatlarni yig'ib oladi va tekshirib ko'radi. Mana shu narsa. Aytgandek, mana qarang, neyron tarmoqlarda ishlatiladi. Neyron tarmoq mana shunda ishlatiladi. Ya'ni qanday desangiz, mana bu modelda ichki parametrlar hisoblanadi. Ya'ni inglizchasiga weight matrix deydi, model weights deydi. Ya'ni modelni treyn qilganingizda, o'rgatganingizda o'sha ichidagi parametrlari o'sha ya'ni siz bergan ma'lumotlarga qarab, to'yinib boradi, o'rganib boradi. O'sha mana shu o'sha parametrlar shu bo'ladi hisoblanadi. X'imiz esa bu o'sha rasm bo'lishi mumkin. Input deydi, ya'ni kirish o'zgaruvchimiz, ya'ni modelga beriladigan ma'lumot rasm sifatida. B esa bias bo'ladi, ya'ni 0 chiqib qolmasligi uchun bu qo'shimcha unaqa beradigan, qo'shimcha nima deydi, qiymat beruvchi hisoblanadi. Va modelni natijasi voy bo'ladi. Mana shu formula, mana shu narsa. Oddiy, ya'ni matrisaga input qo'shib, shu biasni qo'shganda natija chiqadi. Mana shu narsa. Lekin qarang, bu bittagina narsa, bu degan bir nechta qatlamdan iborat degani, bu amallar juda ko'p bajariladi. Ya'ni rasmni har xil ko'rinishga geometrical transformation deydi.
ya'ni geometrik o'zgarish, ya'ni transformatsiya, rasmni har xil xususiyatlaridan foydalanib transformatsiya qilib tashlaydi va o'shalar ustida amalga oshadi. Endi buni keyingi darslarimizda tushuntirib beraman. Albatta, qanday ishlayapti, har bir qatlamda qanday ketyapti, u narsalarni ko'rib chiqamiz albatta. Hozirgi vaqtda esa hozir matrica nima uchun ishlatilishini ko'ryapmiz xolos. Ha. Mana geometrik matrica transformatsiyalardan turlari bor. Ya'ni cho'zish, kattalashtirish mana bunaqa matrica ishlatilishi mumkin. Endi bu qiymatlari modelga yoki o'zlaringizni vaziyatlaringizga qarab ishlatiladi. Bu degani masalan 3, 4, 5 yoki 10 ham bo'lishi mumkin. Rotation'imizda ham masalan qancha rotation bo'lishi, mana bitta 90 gradusga aylantirish bu. Reflection bu anaqa ko'zgu. Ya'ni matritsani shuni songa ko'paytirsangiz, shu aksini qaytarib beradi sizga o'sha rasmni. She'r bor, qiyshaytirish bor. Bularni hozir sizlarga bitta misol qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, okay, mana buni o'chirib turamizda. Bo'lmasa sizlarga bir ikkita misol ko'rsatishga harakat qilib beraman. Ya'ni rasm bilan ishlaymiz. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz hozir qo'limiz Rambo olsin. Bironta dog news mana shuni bitta rasmini yuklab olyapmiz. Endi bu rasmni esa imports numpy olsak, smp, keyin esa imports matplotlib lt olamiz va rasm o'qishimiz uchun esa imports image deganni olsak, ya'ni rasmni o'qish uchun kerakda. Endi rasmni o'qib olamiz. Birinchi mp arrayga, ya'ni numpyga arrayga aylantirib olishimiz kerak. Uning uchun esa rasmni open degani bor. Okay, dog new dot mana rasmimiz shu yerda .png qilamiz va hozircha biz anaqada grayscale degan anaqa черно-белый bo'ladi, o'shanaqa rasmda ishlaymiz. Chunki rangli bo'lsa u anaqa bo'ladi, katta o'lchamli bo'lib ketadi-da, 3 o'lchamli bo'lib ketadi. Bizga hozircha 2 o'lchamli rasmim yetadi. Xo'sh, bunday qilsak, mana shu rasm. черно-белый o'tkazdim. O'zi originali anaqa. Bunaqa mana. Soddaroq matrisalarni ko'paytirib ko'rsatish uchun-da. Endi esa qarang, hide and width olamiz. Image.shape qilsak, rasmni masalan, keling bunisini qilaylik. W qilsak mana. Demak 369 ga 369 ekan. Mana bu yerdan berib qo'ygan ekanmiz, ko'rmay qolibman. Ya'ni 369 ta qator bor va 369 ta ustun bor. Va har bir piksel qandaydir sonlar bor. Shuning uchun mana shu rasm kelib chiqyapti. Xuddi tasavvur qiling, mana bu Excel jadval desa, o'sha Excel jadvalni shunday kichraytirganmizki, shunda bitta umumiy rasm paydo bo'lyapti desangiz bo'ladi. Shunda har bir yacheyka qandaydir sonlarni tashkil topganda, bu sonlar esa rangni bildiradi. Apply matrix apply matrix transform degan funksiya ochib olaman. Bu yerda rasmni bersak va matritsamizni beramiz. Xo'sh, tepada berdik, unda input qilamizda mp0 like qilib height and width bersak, image beramiz. Okay. For x in range of h, keling mana shuni shu yerga yozib ketay. Image qilib, shunda osonroq bo'ladi. Qilamiz x bo'ldi, y endi har bir piksel bo'yicha ishlayapmiz-da. W. Endi esa new x new y x new y equal to kerak emas bizga. Matrix multiplication qilamiz. Array qilib x y bar qilib ko'ramiz, matrisaga ko'paytirib ketaveramizda. Undan keyin esa yana integer
Round qilaveraylik. Taxminan bu narsani bilishlaringiz shart emas. Sababi bu shunchaki sizlarga matrica bilan qanday amallar bajarilishini ko'rsatmoqchiman. Shunga masalan, nima deydi, bu kodni tushunishga uncha nima emas, muhim emas demoqchiman bu dars uchun. X agar h oldida bo'lsa va nol new y emas, w bo'lsa, bunday holatlarda output qilamizda, ya'ni o'sha koordinata ichida mos tushadigan bo'lsa, o'sha nuqtani ichiga imageda x, y ni berib qo'yamiz. Okay. Qandaydir amallar bajariladi va originalga aniqlamiz va yakuniy natijani beramiz. Qarang, bu yerda har bitta piksellar ustida mana bu matritsani ko'paytirib chiqib, masalan, kattalashtirish, aylantirish bo'lsa aylantirish, har xilcha amallar bajaramiz va yangi koordinatasiga o'sha rasmni qo'yib qo'yamiz, o'sha pikselni qo'yib qo'yamiz. Shunda yakuniy natija chiqadida. Sizlarga chiroyli ko'rsatib beraman hozir. Birinchi masalan kattalashtirish bo'lsa scaling bo'ladi. Buning uchun esa array qilamiz. Bunday qilaylik. 3 o'lchamli qilamiz hozir. 1.3 bilan 0 qilaylik. Virgul yana 0 bo'lsin. 1.3 ya'ni degan qarang, 1 bo'lsa original anaqasida hajmi bo'lsa kattalashgani. Bu esa 1.3 degani yana 1.3 marta kattalashdi deganda. Va o'z holicha saqlaymiz bunday qilib. Okay. Mana shu. Endi xo'sh, skelet deymiz, rasmni aniqlaydigan bo'lsak, shunchaki mana buni chaqirib qo'yamiz va image beramiz. Undan keyin esa scale matritsamizni beramiz. multi.imshow qilamizda. Qani tekshirib ko'raylikchi. Ishlasin-da. Nice. Okay. Show multi.imshow image. Qilaylik. Mana qarang. Ikkalasini ko'rsangiz, mana bu kattalashgan, 1.3 marta kattalashganini ko'ryapsizmi? Agar 2 barobar kattalashtirsak, yaxshilab e'tibor berib turing. Masalan, 2 barobar kattalashtiramiz. Mana, ko'rdingiz, faqat kallasi ko'rinib qoldi endi. Bu yoq to'lig'ida mana 2, ya'ni rasm 2 barobar kattalashtirildi. Xuddi zoomga o'xshabda. Zoom qilasizlar, kengaytirib o'sha narsa. Mana ko'rganlaringizdek. Endi mana rangiga e'tibor bermaysizlar. Endi anaqa mana rounded qilib, nima deydi? Nimadadir o'rtada nimadadir anaqa qilish kerak, ranglarni to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Sizlarga endi soddaroq qilib, oddiyroq misol qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Shunchaki asosiy maqsad ko'rsatyapman endi matritsa bilan ishlaganda. Endi masalan yana boshqachasi bo'lishi mumkin. Kelinglar uni ko'ramiz. Rotationni ko'ramiz. Ya'ni aylantirishda 90 gradusga bordi-yu. Uning uchun esa bizda nima qilamiz? Bunisi 0 edi. -1 ga aylantiramiz. Bu yoqda esa width beramizda. Width sababi mana bu yerda burdan burib bunday qiladi, qarang, 90 gradusga shunday yotqizib qo'yadi-da. Kimdir surib kirishimiz kerak. Anaqa bo'lmasa ekrandan chiqib anaqa qiladi, ko'rinmaydi bu yerda hech narsa. Shuncha surib borishimiz kerak. Ya'ni joyingda aylantir deganday qilib qo'yishimiz kerak-da. O'shandagina ishlaydi. Keyin esa hozir bunday qilaylik. 1, 2, 0 qilsak, mana bu z o'qi, mana x, y, z da, mana x, y, z. X, y, z, ya'ni y ga minus, hammasini minusga qarama-qarshiga aylantiryapmiz-da. X'imiz o'z holicha qoladi, y'imiz o'z holicha qoladi. Shunda rotation bo'lishi kerak. Rotated qilamiz. Rotated qilaylik. Qani, endi bir tekshirib ko'ramiz. Uzr. Bildim. Scale bo'lishi kerak, mana bu image bo'lishi kerak edi. Aylanishi kerak 90 gradusga. Mana, ko'rdingizmi? Bunday turgan rasm bunday bo'lib qoldi. Agar men yerga 0 berib yuborsak, ko'rganlaringizdek rasm ko'rinmaydi. Sababi rasm boshqa joyga tushib qoldi-da. Shunga width bersangiz siljitadi-da. Xuddi mana bu nima deb tasavvur qilsangiz qarang, mana bu nima bo'lyapti.
Bu xuddi mana bunaqa narsa. X, Y, Zda, ya'ni X ni 0 ga ko'paytiradi, plyus Y ni esa -1 ga ko'paytiryapti, plyus W ni nima qiladi? Bu yerda Z ekan. WZ da D. Mana shu narsa vazifani bajaryapti. Endi bu yerda Z o'qi desak, buni shunday desak ham bo'ladi. Bu yerda qarang, bu rasmimiz o'zi shakli 2:2 o'lchamda, nimaga 3:3 matrisa ishlatyapsiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda hozir 2:2 matrisa ishlatsa bo'ladi, faqat 2:2 matrisa kattalashtirish bilan burishdagina ishlaydi xolos. Lekin ana unda ishlamaydi. Masalan, bir vaqtda bir nechta amal bajaradigan holatlarda ishlamaydi. Masalan, ham nimani kattalashtirib ham buradigan bo'lsangiz, unda 2:2 matrisa kamlik qiladi. Uning uchun 3:3 matrisa ishlatish kerak. Keling, yana bitta narsa ko'ramiz. Masalan, she'rni ko'raylikchi. She'rni she'rni bunday qilamiz. 1 qilamizda 0.4 y ga qo'shib yuboramiz. Shunda bunisi 0, buyog'i original holatda bo'ladi. Mana bu oddiygina, bular endi oddiy filtrlarda. She'r deb qo'yaylik. Xo'sh. Mana ko'rdilarizmi mana? Xuddi qiyshaytiribmi tortasiga qiyshaygan. Ko'ryapsizmi? Qiyshayib qoldi rasmda. Xuddi bu yerda turgan narsam bo'lib qoldida. Sal bunday bo'lib. Mana shu narsa. Yana qanchalik katta bo'laversa, mana bu yerda bir o'tir qilsak, menimcha rosa qiyshayib ketadi mana. Ko'rganlaringizdek. Mana shu narsa. Ko'ryapsizmi? Rasmlar ustida har xilcha amallar bajaryapmiz. Endi aytganda rangiga e'tibor bermang, bu anonimda. Bu rangi boshqacha formatda berilgan. Peel time show esa boshqacha formatda ko'rsatdi. Shuning uchun rangi xunuk chiqyapti. Mana amalda bajargandan keyin boshqa formatda qilish kerak bular. Mana shu narsa. Ko'rganlaringizdek, uncha qiyin joyi yo'q. Aytganimdek, matematikada bu qilyapmiz. Matematikada asosan shakllarni aylantirish, cho'zish, mana shu narsa uchun ishlatilsa, kompyuter grafikasi esa boyagi rasmlarda filtrlar, rasmlar ustida amallar bajarish. Masalan, Photoshopda o'ylasam, Photoshopda mana shu narsa juda ko'p kerak bo'ladi. Ya'ni matrica ko'paytirish bo'lishlar. Mana neural networklarda, ya'ni sun'iy esa ma'lumotlarni yangi fazoda ifodalash uchun ishlatiladi. Sababi oldingi anaqa ma'lumotni shunaqa filtr qilganda ma'lumot o'zgaradi-yu, ya'ni fazoni boshqa joyda, yangi o'lchamga, boshqa o'lchamga o'tadi. Mana shuning uchun kerak bo'ladi. Nima uchun desangiz, boya aytib o'tganimdek, albatta ma'lumotlarda o'sha sizdagi bor ma'lumotlardan kerakli, ma'noli nimadir olish uchun ishlatiladi. Xuddi anaqada, masalan, rasmni o'z holicha ololmaysizda, rasmni qaraysiz. Kelinlaringiz bunday qilib ko'rsak qanaqa ma'lumot chiqadi, bunaqa qilib ko'rsak qanday ma'lumot chiqadi, har xilcha muhim shu rasmga xos bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar va shuni ustida amallar bajarib, nima deydi, bashorat qilinadi. Xuddi shunaqa narsa. Xo'sh, endi matrisa ko'paytirish, bo'lish, ayirish yoki determinantlar haqida o'tmadim. Buni adashmasam category collection vector space. Okay. Manga o'xshaydi. Kurs kontentida bu narsa o'z ichiga olmaganga o'xshaydi. Albatta, bu oddiy matematika. Bu narsani bilsalaringiz kerak. Bilmasangiz albatta bir ko'rib chiqingsizlar. Anaqa matrisalar ustida qanday amallar amalga oshiriladi. Chunki matrica eng ko'p ishlatiladigan linear algebrada, ya'ni linear algebra bor, chiziqli algebra. Chiziqli algebra bo'lsa o'zbekchasi. O'sha narsada juda ko'p kalkulus bor. Shunda ham juda ko'p matrisalar bilan ishlaysizlar. Hatto Google ham mana shu matrica asosida nima qidiruv tizimi ishlaydi. Ya'ni o'zini eigenvalues, eigenvectors degan narsa bor. Uni machine learning kursimda aytib o'tgandim va buni qanday hisoblashni ko'rsatgandim. Google ham xuddi shunaqa shu narsa nima deydi, shunaqa algoritm asosida, logika asosida ishlaydi. Xo'sh, menda hozircha shular. Ko'rganingizdek, uncha qiyin narsa emas, judagina oddiy va qanday qilib, masalan, rasmli, masalan, CNN arxitekturasi bo'ladi, convolutional deydi, neural networklar. O'shalar qanday amalga oshiriladi, soddagina ko'rinishda ko'rsatib berdim. Ya'ni rasmni har xil deformatsiyalar qilib, har xilcha ma'lumotlarni oladi va oxirida shu ma'lumotlarga qarab yakuniy xulosa qiladi. Mana shu narsa.
Keyingi dars esa vector space bilan linear combination, ya'ni basis, span, rank, intuitiv tushuntirishlar. Okay. Linear independence tushunchalari. Keyingi kursimiz ham ancha, mavzumiz ham ancha qiziqarli ekan. Kuzatishda davom eting. Menda hozircha shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling.